Anu nima deyishardi, o'zbekni kichigi buguncha u yog'ini kommentda o'zingizlar to'ldirib borasizlar. Kechga opalarim bilan uyga mehmonga yotishga kelgan edik. Ertalab bo'lsa adamlarni bozorga ishga kuzatayotgandik. Hamma opalarim bilan birgalikda kuzatib, birga yuk tayladik. Adamlar ketishlari bilan bittasi issiqqina oshxonaga choy taylayman deb kirib ketdi. Bittasi bo'lsa voy yosh bolalarim yig'layapti deb kirib ketib, menga bo'lsa hovlida hamma yo'qlarni yig'ishni buyurib ketishdi. Yana ne unaqa bo'larkina, opalar singillarga ish berayotganda shunaqa gapga usti bo'lib ketisharmikin, yo o'zi tegi shunaqa bo'lisharmikin. Hozir sen chiqib supurmasang, asal singlim, shakar singlim, oyim chiqib supurarlar. O'shaning uchun o'zing chaqqonsan deb maqtovlarni javob olishdi. Tez hamma joylarni supurib, bochkalarni joylab qo'yib, keyin bo'lsa o'g'limni pachimuchkaga, oyimlarni bo'lsa doktorga olib borib keldim. Bu orada opalarimni yana bitta erkaligini ko'tardim, ya'ni bir marta shashliq bersang zo'r bo'lar deyshudi, yo'lilikka oldim. O'zim opalardan rosa yolchiganligim uchun ukam ishdan charchab kelib, sixlab o'tirmasin deb, kelgunicha o'zim hammasini chiroyli qilib sixlab qo'yishga harakat qildim. Yaxshi qiz, yaxshi singil, yaxshi ona bo'lishga harakat qildim. Endi bir yaxshi xola bo'ling dedim-de, jiyanlarimni xursand qilgim kelib qoldi shu joyda. 100% tabiiy mahsulot bo'lgan quritilgan sitrus mevalardan zakaz qildim. Har bir quritilgan mevada vitaminlar bor ekan. Yosh bolalar, daji yosh kattalar uchun ham vitaminga boy mevalar jamlangan ekan. Bitta olib yeb ko'rsanglar bilasizlar, bizga juda ham yoqdi. Mevalarni vakuum qadoqlash sababi o'z holida saqlanishi, tabiiyligini yo'qotmasligi va yanada ishonchli bo'lishi uchun ekan. Toshkent bo'yicha dastavkali Yandex orqali, qolgan viloyatlarga bo'lsa pochta orqali yetkazib beriladi. Homiladorlar bo'lsa oldindan uzr so'rayman.